ko'p kommentariyalar o'qiyman. To'g'ri, o'zimniki emasdir. Lekin ko'p kommentariyalarda masxarabozmisanlar degan jumla ko'p yozilmoqda. Bu jumlaga men oydinlik kiritmoqchiman. Iflos bloggerlar mana shularga like bosyapsizlarmi? Kommentni qisib tur. Hatto shu obunamandan ijodga omad zo'r chiqibdi. Yana video chiqaring ukam. Zo'r chiqibdi, bravo. Gap yo'q. Like, komment, obuna alishaman. Zo'r. Addin. Nima bu? Gap yo'q hamma joy. Bular iflos emas. Bular shunaqa ko'rinadi. Mana. Nima bu? Ishtonlarni kechib tashlagan. Mana ularga like bosasizlar. Nima bu endi? Az kommentini o'qing. Videoni ko'rib oling. Mayli, aytma. Dunyoda onam chiroyli deganlar bitta like. Bu normal. Amerika. To'g'ri, bulardan ming emas, millionlab marta Alloh chiroyli. Allohim va ota-onam chiroyli. Bu dunyoda eng chiroyli yaratgan Allohim. Dunyodagi eng chiroyli bu bizning yaratgan Alloh degan. Bu normal kommentlar. Lekin videoni ahvoli. Videoga bunaqa komment yozish yarashmaydi. Videoni qaranglar, komment. Chingiz. Mana nechta odam kuzatadi. Nigina nechta odam kuzatadi buni? Buni tanimayman. Chingiz. Hamma kuzatadi. Shularni hamma kuzatadi. Ular nimadir qilib berayotgandek xuddi. Normal narsa haqida video olmayli. Chingiz shoptoli bormi? So'zi mashhur bo'lib ketdi. Bizning gaplarchi. Bu nima bu? Bu emas qiziq. Hozirni suzamiz. Bu boshqa narsa. Hozir 1 minutda qaytaman. Qaytdim. Это мой папа. Это моя мама. Они позвонили. И Endi shu videoning kommentiga kirsak 0 ekan. Mayli 0. Oddiy video, to'g'ri, komment yozmaslik kerak. Qolganlari yo'q ekan. Keyin Reder va Kompot uzubining videolari menda bor. Shuning uchun kommentga yozib qoldiringlar. Sizlarga qiziqmi, qiziqmasmi chiqarishim mumkin. Sizlar kommentda
yo'q komment. O'qimoqchi bo'lsam hech qaysi videomda komment yo'q. Yozinglar, o'qiyman ham. Keyin bitta video qo'ying serdechka bilan J+ni. Bu qaranglarda endi, qaranglar. Sal miyani ishlataylik-da endi. Bekorga olib yurmaylik bu narsani. Nega 260 ta prosmotr? Nega? Qolgan videolarni kam, qolganlarini ham ko'ringlar. Nega 260 prosmotr? U prosta zerikkanimdan yasalgan video. Unaqa bo'lmaylar.